Yashnobod tumani Go'zal mahallalik navbatdagi uyimizga keldik. Bu uyimizda 2 sotuv, 5 ta xona, 3 ta sanuzel. Ko'rishingiz mumkin, bu yoqqa bitta mashina bemalol sig'adi. Bunaqasiga ham bitta mashina sig'adi. Bu yerda sanuzel bizada. Uyimizning mana ko'rinishi. Video oxirigacha ko'ringlar. Hozir uy ichini obzor qilib beramiz. Narxini oxirida aytaman. Mana bizda bu ko'rinishimiz. Ko'rayotgan bo'lsangiz, ko'rinishimiz ham chiroyli qilingan. Hol bu. Shunaqa tako'ni ham ish narsalar qilishgan. Bu yerda bizda bitta xona. Bu yerda bizda sanuzel. Bu yerda bizda oshxona. Bizda zal. Mana ko'rishingiz yozgi oshxona qilib joy qoldirilgan. Va havo aylanishga joy qoldirilgan. Xudodan boshlasa. Bizda mana bozorimiz kattagina. Ko'rayotgan bo'lsangiz, jiyanlar mazza qilib o'ynaydigan joy hisob bo'ladi. Yoki bu yerga mana bilyard qo'yib, bilyard o'ynaydigan joy ham qilsangiz bo'ladi. Bu yerda bizda kotelni ko'rayotgan bo'lsangiz, ortiqcha narsalar qilinmagan. Chiroyli qilingan. Bu yerda bizda bitta xona. Bu yerda endi kladovka hisobida borsangiz bo'ladi. Bizda bu yerda hol. Bitta xona bizda. Bu sanuzel. Bu yana bitta xona. Bizda bitta xona. Biz bu uyimizga 260 ming so'rayapmiz.